Hammaga salom, sizlar bilan Globus Viza markazi. Bugun sizlar bilan Amerikada bepul magistraturada o'qish imkonini beruvchi dastur haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Ushbu dasturning nomi Fulbright Foreign Student Program deb nomlanadi. Aynan O'zbekistondagi Amerika elchixonasi tomonidan tashkil qilingan. Ushbu dastur sizlarga 26 hamda 27-yillarda Amerikada bepul 2 yil magistraturada o'qish imkonini beradi. Demak, buni talablari bor. Birinchi talabi bu O'zbekiston fuqarolari hamda O'zbekiston rezidentlari uchun. Ikkinchisi, shu anketani to'ldirgan kunlaringda sizlar bakalavr diplomi qo'llaringda bo'lishi kerak, ya'ni bakalavrda bitirgan bo'lishlaring kerak. 2 yillik professional tajriba talab qilinadi. Demak, 3 ta talabi bor. Demak, qanaqa sohalarda u yerda o'qish mumkin? Misol uchun sizlar bakalavr diplomlaring bor, endi magistraturada o'qimoqchisizlar. Aynan meditsina sohasini to'g'ridan-to'g'ri patsient bilan ishlash yo'nalishidan tashqari barcha sohalarda o'qishlaring mumkin. Demak, kimlarga privilegiya beriladi? Aynan avval shunaqa programma bo'yicha, ya'ni J1 vizasi bilan yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridan tomonidan tashkil qilingan turli programmalar bo'yicha Amerikaga avval bormaganlarga ko'proq privilegiya beriladi. Demak, qanday qilib ushbu programmada dasturda qatnashish mumkin? Ushbu link orqali o'tasizlar hamda shunaqa okno ochiladi. Agar birinchi marta bo'lsa, create an account qilasizlar. Agar avval qilingan bo'lsa, topshirgan bo'lsanglar, o'tgan yillar yo undan oldingi yillar login qilib, o'zlaringni portallaringga kirib, nimani to'ldirasizlar, anketani. Agar anketani to'ldirishda muammo bo'lsa, bu yerda instruksiya berilgan, aynan anketani qanday to'ldirish bo'yicha. Shu 26 varaqli instruksiyada qanday qilib akkaunt ochish, qanday qilib parol qo'yish, barchasi bo'yicha sizlarga instruksiya berilgan. Instruksiya to'liq ingliz tilida, sababi programmaning talablaridan biri har bir kandidat ingliz tilini 100% bilishi kerak. Bundan tashqari bu yerda savollar bor, ya'ni savol-javob tarzida tushuntirilgan. Misol uchun programmani tonks deydi, ya'ni nozik taraflari ko'p. Misol uchun yosh chegarasi bormi, yo'qmi? Yo'q, bu yerda yosh chegarasi yo'q. Misol savol-javob orqali kirib bilib olishlaring mumkin. Misol, men O'zbekiston fuqarosi emasman, lekin doimiy rezidentman. Men topshirishim mumkinmi bu yerda? Ha deb javob berilyapti. Misol uchun men O'zbekistondan tashqarida o'qiyman yoki ishlayman. Men topshirishim mumkinmi? Yo'q, topshirish mumkin emas. Xuddi shunaqa savol-javob qisqacha tushuntirib o'tilgan. Demak, tanlov jarayoni. Demak, siz anketa topshirdingiz, anketada to'liq ma'lumotlaringizni kiritgandan keyin saralash boshlanadi. Demak, saralangan kandidatlardan keyingi etapda TOEFL hamda GMAT testlari topshirish so'raladi. Hamda bu testlarda pullari elchixona tarafidan to'lab beriladi. Elchixona tarafidan, ya'ni bepul TOEFL hamda GMAT testlarini topshirasizlar. Hamda saralab undan keyingi etapga o'tganlar, demak, bahor hamda kuz 26-yilda o'qishga ketishadi. Demak, bular qanaqa kandidatlarni qidiryapti? Ingliz tilini to'liq bilish, ambitsiya, motivatsiya, liderlik qobiliyatlari bor, hamda tanlagan sohalari kelajakdagi karyerasiga qanday foyda keltiradi, hamda O'zbekistonga qanday foyda keltiradi. Bakalavrdagi olgan baholaring qanaqa, TOEFL hamda GMAT baholaring qanaqa. Xullas, O'zbekiston kulturasini Amerikaga borib tanishtirib, hamda Amerika kulturasi hamda olgan bilimlaringni O'zbekistonga kelib qo'llashni isbotlab berishlaring kerak, qanday qilib. Demak, bu yerda anketani vaqtida topshirish, ma'lumotlarni to'ldirish, aynan sizlardan so'ralgan fikrlaringni so'raganda, ya'ni bu fikrlar artificial intelligence, ya'ni mana hozirgi chiqqan yangi ChatGPT dan foydalanmasliklaring, shunaqalar haqida yozib o'tilgan. Endi qisqacha qilib foydali taraflarini tushuntirib o'tilgan. Nimalar beriladi? Demak, 2 yillik J1 viza beriladi. Vizalaring 100% chiqadi agar bu programmada yutqizsanglar.
Demak, sizlarda tuition and fees, ya'ni sizlarda kontrakt pullaring hamda barcha to'lovlar to'lab beriladi. Demak, o'sha o'qishlaring davomida health insurance'laring, ya'ni sizlarda med страховкалаring to'liq qoplab beriladi. Oyma-oy sizlarga stipendiya beriladi. Book and supplies, kitoblaring hamda ruchka daftarlaringgacha to'lab beriladi. Hamda Amerikaga borib qaytib kelishlaring uchun bordi-keldi biletlaring ham to'lab beriladi. Programmani oxirgi kuni 25-may 25-yil. Ya'ni shu 25-may bo'lmasdan 24-mayda tugatishlaring kerak. Har qanday savollaring bo'yicha shu Toshkent Fulbright kuchukcha state.gov email orqali yuborishlaring mumkin yoki mana yerda savol-javobda ko'p ma'lumotlar berilgan. Shular orqali, ya'ni 12 varoq bu yerda to'liq sizlarga ma'lumot berilgan. Shoshmasdan o'qib chiqsanglar, hamma savollaringga javob olasizlar. Misol uchun sizlar allaqachon magistraturada o'qigan bo'lishlaring mumkin. Yana qayta o'qishim mumkinmi? Ha, o'qishlaring mumkin misol uchun. Deylik, sizlar yuristlikka o'qidinglarda, endi biznesga o'qimoqchisizlar magistraturada. O'qishim mumkinmi? Ya'ni bakalavrdagi soham magistrga to'g'ri kelmayapti. Ha, mumkin. U ham mumkin ekan. Xullas shunaqa keng imkoniyatli dastur ekan. Hech qanaqa boshqa sohani tanlasanglar, sizlarga hech qanaqa minus bo'lib qolmas ekan. Ushbu videomiz qisqacha Amerikada bepul magistraturada o'qish, ya'ni Fulbright Foreign Student Program haqida ma'lumot edi. Barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Agar kimda kim ushbu loyihada ishtirokida qiyinchiliklarga tug'ilib yordam kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. E'tiborlaring uchun katta rahmat.